U menga qara, qattimga qarayapsan-ku. Yaxshimisan? Nimaga, polvon? Sanmi? Ani Instagramda vohima qilib, bir nimalar qilib sotayotgan? Ha, men. Nimaga? Nima qilish kerak? Ha, pechka kerak. Ko'rsat. Bo'ldi, qaysi biridan olasan? Yo bitta senga tushuntirib o'taymi bularni nima vazifa bajarishini, ukam? Mayli, bitta tushuntirchi ko'ramiz. Xo'p, ukam, qara, men bu parnoy variant. U menga qara, qattimga qarayapsan-ku. Ha, pechkaga qarayapman. Menga qarab turaver, ko'zimga qara. Men bu vodinoy pechka bo'ladi bu. Bu o'zidan par chiqarib isitadi, ukam, tushundingmi? Agar uyingda отопленияni isig'i yetmayotgan bo'lsa, sovqatib ketayotgan bo'lsang, kelganda olib ket. Bu parnoy bo'ladi bu. Men bu ko'rayotganlaring, ukam, pushka varianti bo'ladi bu, tushundingmi? 15 kvadratgacha bo'lgan xonani isitadi. Men 5 olib tur, men davom ettiraman. Mana men bu ukam fenli varianti bo'ladi. Bunda men bu yuvilmagan soch pochingni yuvib quritib olsang ham bo'ladi. Chiroyli gaplash-ku, muomala. Xafa bo'lma endi, shunaqa gaplashamanman. Mana men bu varianti, agar hayoting qorong'ilashib ketgan bo'lsa, hayotingni yoritib beradi bu ukam. Quyosh deydi buni nomini. Xo'p. Eshat endi, eng kulminatsion joyiga keldik. Mana men bu ko'rayotganing. Ko'ryapsanmi? Ha, ko'raman. Bo'ldi, menga qaraver. Mana shu ko'rayotganing maslinli bo'ladi bu. Yog'lab isitadi ukam, ishonaver. Men bu 5 olganda bularni eng arzon narxda bilasanmi qayerdan olishni? Yo'q, qayerdan? Bankga nima deb yozilgan kecha? Elitstroy. Bo'ldi, o'sha yerdan olasan. Pastda nomer qoldiramiz. Qolganlar ham narx-navosiga qiziq bo'lsanglar bo'ladi.